Assalomu alaykum. Bugun bu videoda diskektomiya operatsiyasidan keyin eng ommabop uchraydigan miflarni rad etamiz. Ko'pchilik odamlar operatsiyadan keyin uzoq vaqt yotish, ya'ni pastel holatida yotish, bir ishga yaramay qolish, operatsiyadan keyin disklarda, ya'ni disk churrasini ko'payib ketish kabi xavotirlar bilan murojaat etishadi. Diskektomiya bu jarrohlik amaliyoti bo'lib, unda uzilib yoki shikastlangan disk churrasini olib tashlashdan iborat. Diskektomiyaning bir necha turlari mavjud. Birinchisi ommabop usulda olib tashlash. Eng zamonaviy usullardan biri mikrodiskektomiya va endoskop usulida olib tashlash. Operatsiya turlaridan qat'iy nazar, shikastlangan disk churrasi nerv ildichchasini ezib turuvchi turadi va shu narsani olib tashlash asosiy maqsad hisoblanadi. Lekin operatsiya turlari yon to'qimalarda shikastlanish darajasiga qarab farqlanadi. Ommabop usulda kengroq shikastlantiriladi yon to'qimalarda va endoskopda kichik o'lchamli shikastlanish kuzatiladi xolos. Ko'pchilik bemorlar operatsiyadan keyin uzoq vaqt yotish kerak deb o'ylashadi. Ammo bu unday emas. To'g'ri, umurtqa pog'onasiga o'tkazilgan operatsiyalar ham o'z tarixiy rivojlanishiga ega. Ya'ni 20-asrlarning o'rtalaridan boshlab oxirigacha umurtqa pog'onasida o'tkazilgan operatsiyalar uzoq vaqt yotishni talab qilgan. Ya'ni umurtqaning fiksatsiyasi va shikastlangan to'qimalarda tiklanishi vaqt talab qilgan. Zamon taraqqiylashib borgan sari tibbiyotda ham yangi texnologik o'zgarishlar kuzatildi. Shulardan bittasi bu endoskopik va mikroskopik diskektomiyalar. Bunday operatsiyalardan keyin yon to'qimalarda, ya'ni umurtqa pog'onasida shikastlanish darajasi, ya'ni shifokor tomonidan o'tkaziladigan shikastlanish darajasi kam bo'lganligi uchun bunday bemorlar erta davrlarda aktivlashtiriladi va yotoq operatsiyadan keyin ertasiga yo bo'lmasa 12 soatdan keyin yurgiziladi. Qolaversa bemorning uzoq vaqt davomida yotishini tiklanish jarayonini sekinlashtiradi. Bu narsa ayniqsa yoshi katta insonlarda ko'plab muammolar keltirib chiqaradi. Yoshi katta bemorlarda uzoq vaqt yotishi qon aylanishining buzilishiga va nervlarda tiklanishiga ta'sir ko'rsatadi. Operatsiyadan keyin eng muhim narsa bu ish faoliyatini tiklash. Ya'ni bemorlar qaysi paytda qachon ishga qaytishi kerak? Jismoniy mehnatga ya jismoniy faoliyatga qaytish. Qisqa muddatda operatsiyadan keyin bir necha kun o'tib, bemorlar yengil yurish, yengil ishlar va oilada bajariladigan o'zi uchun, ya'ni shaxsiy ishlarni bajarishga ruxsat beriladi. Jismoniy mehnatga talab qilmaydigan kasb egalari esa 2-4 hafta ichida ish faoliyatlarini tiklashlari mumkin. Jismoniy og'ir ish faoliyatlari esa 8-12 haftagacha davom etadi. Ya'ni 2 oyni tashkil etadi. O'rtacha ko'rsatkich. Xulosa, shu bilan diskektomiyadan keyin uzoq vaqt ishlamaslik va uzoq vaqt yotoq rejimi bu mif. Qancha erta aktivlashtirilsa, bemorda mushaklarda kuchayish kuzatiladi va bo'g'imlarda kontrakturasi, ya'ni bo'g'im sistemasida qotib qolish kontrakturasi belgilari kuzatilmaydi va bemorda ertaroq aktivlashish va qon aylanishi yaxshilanish hisobiga bemorda tezroq sog'ayish alomatlari paydo bo'ladi. Compass Hospital shifokorlar jamoasi sizga va sizning oilangizga sihat, salomatlik va oilaviy farovonlik tilaydi.